Şunca güzel cihanның bağı seynası Kız yigitler şu bağının güne leylası Şunca güzel cihanның bağı seynası Yigitler şu bağının güne Mübarek olsun dede. Rahmet bala. Amine de. Beş liralık öpüsüz. Astıraptım ha. Şundak yarışıptım ha. Uf, beş ciddileşip gidip barına. Ciddileşmiş. Beş liralık öpüsüz. Rahmet. Öptüm ha. Aka, Oh. şorpuna çıkarttın, sıkı dişçi var ha? Yaxşı oldu. Gel vaxtında. Güzel işte mi? Vay iştem aka, cesirgimi sana mı çıktım? Aras, sen durup sen dükkanda tuttuğun. Ben şorpu bilen kiyimini cesurga apırıp giley ha? Makul aka, makul. Aldı bile sıkıda kusuğunda toy kız verip, onun dikin başka planını kıla. Kila aka. Man YouTube'lu bari. Aka, ne buldun? Oy. Aka. Çek olma. Oy. Oy. Ha. Benim kaybıp ketken okşamamdı o. Çıkıp git. Amsa, qanday qilamiz? Ne olacak? Ama qila, Mehmet, ay Mehmet. Bu bir yaxshi fursatga qo'ldan ketimiz bo'ldi. Hemen olur. Oy. To'xta, basta. Qo'lab. Ayağınızı yükseltin. Asla götür. Asla. Oy. Mehmet. Küçük aldırma. Oldu. To'xta. Basta. Evet, kulak az kaldı. Az rahmet. Vay benim işte. Vay. Apa köprüne. Aman. Basta. Oy. Neymiş işte o? Basta. Oy canım. Oy. Nişahır oldum mutağa. Ay boşrakçı mı yani? Yani hem kana kısa kula. Ay Mümin, telefonunu veremem, cesur telefon kılay. Cesurga telefon qilmalı, ishlayotgan tursa. İşlavası apa avar qilmaydi bo'ldi. Uyey, o degan doktor tursa, qanday qilishni shu obdan bildi aka, bundaq vaqtni telefon qilmay turamiz. Obdan bildi tag'aras. Ha. Hey. Ma? Ha Cesur. Ma dadamning beli chimbab ketibdi. Qanday qilamiz ishni kelaviga? Nima? Qanday bo'l? Uyey, voy shu tum ko'tirman deb chimbab ketibdi. Abla. Hozir qo'limda bemorman, borolmayman. Voy kelamamsan? Sizlar bir amal qilib turinglar, men sal turib telefon qilay. Voy ma'qul. Hay. Yo'q. Kech ishdan tushib, men dorilarni olib boray deydi. Voy, ungacha akamning jini qizilib ketmamdi. Hay, bular Mo'min, sen doktorxonaga berib dori akila. Ma'qul, men akilay. Voy. Asta, ma'qul Mo'min. Bardig'a shu olsa Jasurning kiyimlarini og'ash ketgan tayoq qilib qo'ygan. Ha, ma'qul. Hey, ketdim hepsi. Ha, bo'ldi. Voy, qizlar telefon qilib boqay, nerdiki bu bola? Asta. Qo'l qissamchi. Voy.
Haqslat. Vay bala neredesin? Ama dadanın biri çımbap gitti. Vay! 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 Vay mabal ne? Tazı bir varamcının yerdiken o telefonu koyup verdik o. Perver buldu, var kılmaya. Bronkalı çatlakla açıkya bilir bir çatlakta Ha makul aka makul. Vay anam. Ma ağırıp kalkan vaxtında ma balladın. Birisinin tapkılığımığında karmamsın. Ayça. Cesur. Oy. Yoqda. Lan. Apam tamaq yeb ketdik-a. Bileyli deb aytdim. Bo'ptimi? Ağırıp uzun ziyaretme. Hep köpek yaptı. Apam tamaq bek o'xshaydi o'zimi. Shunda o'xshagan chiray. Spek. Rahmat. Deb boqay. O'xshabdi. O'xshabdimi? Ne material ko'rayotgandingiz? Bemorlarni kasallik tarixini ko'ryapman. Aras. Doktorxonadan chiqib ketmabsiz-ku? Tamaq yapib chiqdimi? Apam dadam ishxonasiga kirib ketdi. Chiqsin. Evet. Mal bo'ldi ekan. Mana. Yemayman, o'zingiz ham. E'lon. Yemayman. Boya chaqchaqib qo'ygaylar. Yaxshimi? Yaxshi. Kelib qapsan-ku. Ha, oldirashgansa, ha, mana tog'am avat keldi. Ha, kiyimim ekanda? Ha, Rahmat. Aras dadam qandaroq? voy shu yotidi. San qarsoq kechkich kep olamig'daksa, shu o'zanda keldim. Aras. Adamni doğrudirmi? Ha. Cesur, amisidan chiqay. Bo'ldi. Siz mo chiqib ketma. Tamqalarni yavringlar. Men qaytay, ha? Ikkilar bilayli. Bo'ldi. Sen yavringlar. Men ketdim, ha? Xo'sh. Xo'sh. Ha. Bu g'ashga emasmi? Hay, bu jasur narsa. Apa, men keldim. Oy bula. Ey, akamchi baq xizmat ketdi. Mani og'riq to'xtadi deydi. Apa, Məhvət geylik suratli resimini ko'rdingizmi? Jasur bilan Berna ikkisi. Oy balam, nima surat? Oy ular nima bo'pti? Jasur Berna deb so'zlab ketding-ku. Apa, Jasurning ishxonasida Berna bilan Jasur ikkisining bakmi yiqilishib tomoq yeganligini ko'rdim. Ular birga tomoq yeyis nima bo'pti? Jinim apa, ular ikkisi intayin yaqinga. Texib bir-biriga tomoq yeyishib qo'ydi. Jasurmi shundoq ichilib o'ltirdi-da. Men uning unda ichilib tomoq yeganini faqat ko'mibdi-kanman. Heli qizmi Jasurga kelib turib tomoq yegizib qo'ydi-da texi. Parvar ishqilman nim deyishyapsizlar, meni tashlab qo'yadi. Voy aka. Hey bula. Manchi, tik akamni choplab qo'ya. Aka. Voy ko'rdingmi aka? Heli qiz shukan. Jasurning loyiq o'xshaydi. İlk bizim öyle kelgençe ular uğraşıp kalgan gap. Vaxtıdı bağı bu ikisinin beşini 10 şaplayaylı. Tömürde kızırdı soğuk degen gap var emas mı? Bu gaping to'g'ri. Ay birmi bo'lsa bosh og'rig'ini saqiyat emasmi aka? Umisi Jasur kelganda bir paranglashib qaqayli buni bilan. Voy, o Jasurdan so'rsam. Kirnan.
Qarg'ach markalik sopun parashugi. Men Dilkan Xalqaro so'z chekish shirkati tajdorligini olgan Ot Arzusi filmidagi plot direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimadi? U zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Apa, sizlarga. Keldinglarmi? Yaxshimisiz? Qanaqa o'zingiz yaxshi turatamsiz? Ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi, uydagilar uchun yaxshi turatamlar. Yaxshi. Cesur. Bugun bu yerga nima chaqirtgan deb o'ylab qolgan bo'lishingiz mumkin. O'tgan qatim ko'nglingizga azor berib qo'ydim. Ko'nglingizga qilmang. Yo'q, hech qisi yo'q. Apa, asli Cesurni siz majburlagan edingiz? Qizim, sizning ko'nglingizga olmang. Siz mening bir tanlam qizim. Mening qilgan barliq hamma ishim faqat siz uchun. Sizning kelgusi baxtli turmushingiz uchun men bir tosh yurak olib qoldim. Apa, bo'ldi. Men bu bir necha kundan buyon jiq o'ylashdim. Barnaning dadisimi ishqinglarning ishq alisholmasi to'g'riliq necha qatim da'vat qildi. Navada ishqinglar rostlanib bir-biringlardan ayrilmasga va'da qilgan bo'lsanglar, sizlarning ishinglar qo'shil. apa, gapingiz rasman? Raz. Bundan keyin Cesurdan boshqa ishdan ko'nglingiz azor yesa, meni izlab kelmang, ha? Unda bo'lmaydi, apa. Cesur. Ko'nglimdagi gapni qilsam, sizlar to'y qilib bo'lgandan keyin hammamiz o'rtiqqan bo'lib qoldigan gap bir oylik shir bo'lib qolamiz. Undaq bo'lganda sening mening deb ayirib yursakni tez qamlashmagidek. Aslida bizning qoidamiz bo'yicha ilib aytganda sizlar o'g'il taraf bo'lgandan keyin oldi bilan uylanishingiz kerakdi. Lekin shahrimizga uyning bahosini siz bilasiz. Uning siz yangi xizmat qatnashdingiz. Şuna sizga majbur uy og'izib, gardinlarga bir muz qarz ortib qo'yishdan bizmi to'g'ri topmadik. Cesurning uyda jonsani ko'p, sizlar qiynalib qolsizlar. Bizning uyning ahvolini siz ko'rdingiz. To'ydan keyin uy yapmoqchi biz bilan birga turib tursanglar, sizga ham qulaylik bo'ldi. Bananing dadasilar ishga birga berib, birga kelsangiz, nima degan qulaylik. Nima? Apa, bu nima deganingiz? Bunda qilsa qamlashmas. Qizim, bundaq bo'lsa sizga ham yaxshi emasmi? Biz sizni akchon qilib qo'ydik. Kichigingizdan qo'lingizni so'q tiqmadingiz, bir piyani u yoqdan bu yoqqa yetkazib boqmadingiz. Bu xatolik mendan bor. Agar o'yga kelin bo'lib qolsangiz, sovuqchiq chiqishi ko'zimga ko'rinib turibdi. Shunga biz bilan birga tursanglar, hammamizga yaxshi. Bunda qilsa qanday bo'ldi? Qandaq bo'ldi demay. To'ydan keyin uy epoqcha biz bilan birga tursangiz, hammamizga yaxshi bo'ldi emasmi? Dadam bizga uy beramiz deganda. Qancha cho'nqlik uy berdi ekan? Apa, nima deganingiz? 80-90 kvadrat metr atrofida uy tursak, keyinchi qolganda cho'g'roq uy olmadik. Keyincha deganingiz qachon? Cesur. Siz hozircha cho'ng uy bulamaysiz-da. Kichik uy oldingizmi deyli? Sizlar o'qishga mansanglar 1-2 yil quruq turadigan gap. O'z kichik uy olsanglar keyinchi balliq bo'lsanglar, u sizlarga torchilik qildi. Bir mazgillik ish bo'lgandan keyin hozircha uy olma deb javob atmay, keyin qaytib kelgandan keyin bir narsa yesak ham bo'ldi uyning ishini. Qanday? Bunisi biz bilan birga tursanglar, dadangizning yuki yengillab qoldi emasmi? Shunga biz bilan birga tursanglar hammamizga yaxshimikin? Sizlar o'liklar bilan yaxshiroq maslahatlashib ketmang. Qanday? Da, men keldim. Ha. Direktoringning to'yi tugdimi? Ha, tugdi. Ha. Ut. Hamma dadamning holini so'rab qo'yib chiqet. Bir sho'lda dasanga? Belim chim bo'lib ketgan o'xshaydi, qizim. Ha, chim bo'lib ketdi? Hozir qandaroq? Ha, Mo'min Jasurdan do'rak kelib chaplab qo'ydi hozir umdan. Voy qizim,
Xalqning to'yini o'ynanvermay. Va o'zingning to'yiningmi g'emini qilib qo'ysang bo'ladi. Amma, yeni başladın qo'ycan. Voy, erib echib kelganda nimanda qattiq tegaversa. Voy aka, o'zining g'emini yeb qo'ysin dedim. Ay bu gapim xato emas-ku. To'g'ri. Kichik bo'ldik gap qildi ekansan uka. Voy aka, odamchi cho'ngib qolsa shu kichik bo'ldak bo'lib qoldik-a. Voy, men yo'q. Voy aka, asqatmaydigan bolalarga ajab chapan yeb ketding. Voy, hali shu. Mushtaq yozsan qarmay ketdi-ku. Ver. Voy, bo'ldi. Voy, bo'ldi aka, gap bo'ldi. Gap qilmabdimi? Voy. Direktor? Nima? Voy, vaqtni bir yag berdi. Qo'sug'imni ichib ketgandi. Uxladim. Gap bilan bo'libchi, vaqtning bundoq uzrab ketganini bilmay qopdimi. Men chiqib tomoq yetib kiray. Apa bo'ldi. Siz men erib ketdingiz. Men dikidi chiqib bir narsa deb kiraymi? Voy jinim balam. Quloq yog'idek yoqdigan gapdan birni qilding. Chiqib bog'u toza. Yumshoq tetig'idek bir narsa deb kiray. Ma'qul. Men chekdim. Direktor? Direktor? Qancha kech o'g'an kep qapsiz bu? Bu ishlar bag'ansir qizib ketib bordi-ku. Opa. Dunyoviy xabar. Voy, nima dunyoviy xabarga u? Xislatning heliqi direktori yeni kelibdi. Nima? Yeni kelibdimi? Kim kelibdi? Voy, xislatning heliqi direktori kelibdi. Voy, aka, bilim. Qo'zilma. Bu yana nima kelgan do'st? Voy, o'tiring. Menga sizlarga muhim ishimiz bordi. To'yni muvaffaqiyatli oyoqlashdi. Bir azroq yolg'izsirab qolibdi ekanman. Shuni siz bilan birga munishay deb keldim bo'lmabdimi? Yaxshi bo'pti. Ha, yaxshimisiz. Rahmat. Xil o'xshaganda qildinglar. Bo'ldi. Qo'zqum to'q. Nima azroq? Bo'ldi. Qaysarka? Nim qotisiz bu yerda? Anishni tushdingizmi? Ha, tushdim. Dadamiz qizim obdan qarab qo'ying. Gap anglasa quloqlarini so'zib qo'ying degan. Shunga quloq kesilib qilmasin deb o'zim og'lik keldim. Til nervam tegma? Siz bo'lmasiz, men quloq kesilib qildim. Hey, nim deyishayotganda? Voy, tam bilgil olmaydi Juma opa. Lekin xeyli qamlashgan yigitgan ha? Qamlashdi deganing bilan ash xislatni bo'zaq qilayotganingiz shu. Shu. Qo'y, u qanday qilib? Qanday qilib deysan-ku? Ashining kasabtida mudirlikdan katiblik kuchib qoldi-ku. Ishga kiramdi opa. Voy, ya kirmaymiz. Nima deb kirmaymiz?
Bu sol tekken nemi dep keldi bir uqib baqayli. Qo'y, asta. Kichigimdan yog'siz tomoq yedim. Dadam bilan opam ajrashib ketib. Opam kecha kunduz ishlab boqadi. Asosan ishib qolgan sovuq tomoqlarni yog'siz yedim. Qachondan yog'siz tomoq yeyib kunib qoldimkin ta. Bara kishilar bilan tomoq yeyim kelmaydigan bo'lib qoldi. Asli bundoq ekanda. Ammo men qizlar bilanmi, xaridorlar bilanmi, do'stlarim bilan tomoq yeyman. Ammo ular men qayta ko'rishadigan kishilar emas. Tushunmadim. Xislat. Ben bugünden tatip sizin işten resmi boşalttım. Ha? Bugünden başlap siz resmi işten to'xtadingiz. En yaxshi şirketden jimjit ketib qoldim. Bu qanday chaqchaq bo'ldi endi? Chaqchaqni o'ylashib qilish kerak-da, direktor. Kim sizga chaqchaq qildi? Direktor. Ishqib, siz mening odimim emas. Siz meni nazorat qilgil kelgan. Hayatning o'zi bir san'at. Vaqt